Qirg'iz jangchisi Edil Esengulovning vizivini Bobur Qurbonov qabul qildi. Sobiq UFC jangchisi Saidjo'qub Qahramonov Bobur Qurbonovning ustidan kuldimi? Mahmud Murodov ham jangni qabul qilganini aytdi. Shohhasan Mirzamatov Edilga qattiq atvet berdi va revansh haqida gapirdi. Bugungi videomiz shu haqida. Kanalga obuna bo'lib, bir dona like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Rahmat. Xabaringiz bor, qirg'iz jangchisi Edil Esengulov o'zbeklarga viziv tashlagan edi. Oldin Edilga mag'lub bo'lgan Shohhasan Mirzamatov atvet yo'lladi va revansh haqida gapirdi. Edil Shohhasanni kurash bilan yutgan edi. Ekranlaringizda o'sha jangdan bir parchani ko'rishingiz mumkin. Shohhasan Mirzamatov Edil Esengulovni low kick zarbalari bilan yiqitib tashlagan va Edil Esengulov yana kurashga yopishgandi. Yani demeni gapirib olmoqmisim bor. O revanshni olmagan, olmoqmisi yo'q, badobatini sendan qancha revansh so'raganman. Revanshni sen shunaqa pul so'ragansan-ku, hech qasmiga u pulni bermaydi senga. Takshi meni olmoqmisim senga aytgan gonorarni berish bilan hisoblanmaydi. O'shaning uchun nima deyman senga? Sen miyani tozalagan, sen o'zingni kengaytirib, sen kattaroq bola bo'lishga harakat qil. Sen bilan liboy payt revanshga tayyorman. Liboy время. Vesin 77 qil, muammo emas. Birinchi raund to'xtasansiz. Bobur Qurbonov Edilni steroid, faqat ukol, doping bilan yuradi. Shunaqa bo'lsa ham gonorarini bering, kuchli bo'lsang ham men sen bilan urushaman deb atvet qilib chiqdi va kommentariyasida Saidjo'qub Qahramonov kulgisi mayligini qo'yib, gonorar deb yozib qoldirgan. Gonorar beraman, chiq Bobursin, men shunday chiqaman. Shunday o'ylab o'tdim, shunday chiqaman. Edil bilan chiqasanmi? Bobur paloncha pistoncha meni qoniqtiradigan. Men shunday Edildaqa mana urovendagi ximiya qilingan steroidni monster bilan chiq Bobur. Gani bilaman, men uni charchata olmayman. Bilaman, unga udar o'tmaydi, chunki steroid zo'r uradi. Kurashda kuchim yetmasligi mumkin. Luboy tarafdan hozir Edil ustim bo'lib turganini bilsam ham, meni bitta imkoniyatim bor, shu travma berib yo nokaut qilish imkoniyatim bor. Bo'ldi, boshqa yoki balovoyga tushirib qo'yish imkoniyatim bor. Buni bilaman. Bilib turibman. Chiq. Puling, men shuncha pul beraman. Men bunday qarayman, qoniqtiraman. Qarayman, orqamga qarayman. Bolalarim bor, uy qurishim kerak, mashina olishim kerak. Bu pul menga kerak. Bo'ldi, chiqaman deyman. Chiqdim, urushdim, yutsam yutdim, yutqizsam yutqizdim. Pulimni olaman. Bo'ldi. Nima muammo? Sizlar bu yerda nima muammo ko'ryapsizlar? Qayana bu yerda duh yetmaslik. Mahmud Murodov ham janjal va haypdan chetda qolmadi. Sababi Edil Esengulov jangchilardan nom aytganda Mahmud Murodovning ham nomini aytib o'tgandi. Do'stlar, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kim kuchli, kim ushbu jangga loyiqroq? Men Luboy joyga, Luboy dasi bilan tayyorman. Edil bo'lsa ham, boshqalar bo'lsa ham, lekin bitta gap. O'zbek bilan chiqmayman. O'zbekistondan sportsmen bilan chiqmayman, lekin men o'zim Luboy bilan chiqaman bo'yiga. Shuncha narsalar, shuncha hayotga ko'rganman. Bu odam chiqib gaplashsin endi, do'stlar. Qo'rqamanmi, yo'qmi? Shunaqa qiladi. Mayli. Sog' bo'ling, samiga. Men aytdim, bizlarga kontraktimiz bor. Shunga 100% emas, 70% biron kishi bersa bizga pulni, AC ham boraman, Luboy joyga boraman. Urushaman bu bilan. Xudo xolasa yutaman. Yana bir marta aytaman. Sportivniy interes. Ko'p gapirmayman. Hurmatli Qirg'izistonlar, fuqarolar, sizlarni hurmat qilamiz. Men o'zim endi bu bola gapirganida mayli yurib hype'ni olaman aytdi-da. U interesniy poyezdda. Shu uchun shunday gapiradi. Necha marta estimagan bu bola, necha marta atmina qilgan bu bola bizning ligamizga, o'zim bilaman. Hozirgacha yig'lab o'tiribdi, mashina bermadi. Qanaqa mashina? Gonorar oldingmi? Tamom. Shunaqa gap. Negimizda tayyor.